O'rtoqlarga tildan tako'yini oldik. Tako emas, qichig'ini oldim. Bu tillarni oldik. Taksiga qanaqa pul topamiz? Yo'q-ku pul. Taksiga? Voy, yo'li bor. Shundoq taksi chaqiraman-de, hamma danilari chiqadi-yu, shundoq eski yigitim yasab olaman-de, manzilimizga yetib olamiz. Voy, yomon yuplosan lekin. Voy, Mirzohid aka. Kim edi bu? Sevgimizni unutib yoribsiz-a? Yo, men sevgimizni unutmayman, lekin sizni sal taniyolmayman-da. Ismingiz Mirzohid, familiyangiz G'iyosov. Jabbar ekan o'g'illari siz bizning sevgimizga qarshilik qilgan. Yo, hamma ma'lumotni to'chin uryapsiz. Lekin baribir tanimayman sizni. O'rtog'im bilan juda ham qattiq sevishgansizlar. Qarang, xafa bo'lib yurishini tashib ketganingizdan keyin. Mirzohid aka, banan yaxshi ko'rardingiz. Hali ham shunaqami? Balani hamma yaxshi ko'radi. Ha, o'zi qatdan kelyapsizlar qizlar. Mana tilla oldik bugun. O'rtog'im alamini shoppingdan olmoqda. Rahmat Mirzohid aka, yaxshi qoling. Yo'l haqini bermaysanmi? 40 ming so'm. Oldindan pasligingiz qolmabdi. Sevgini hurmati yo'qmi? Xayr. Bo'pti, men roziman. Sizlar ham rozi bo'lib qo'yinglar. O'rtoqlarga yomon. Voy o'rtoq, tillang qani? Buni o'zicha taksichilarni yedirmoqchi bo'ladi. Sen shohida yursang, biz bargida yuramiz. T'écoutes la plaque, Marie-Son, ça décoiffe. La côté de la plaque,